Eski Qovunchi 1,5 ming yillik tarixga ega ekanligi aytiladigan ushbu manzilgoh Buyuk Ipak yo'lida joylashganligi bilan alohida ahamiyat kasb etgan. Ushbu manzilgohda masjidlar, madrasalar va karvonsaroylar o'rin olgan. Hammamiz bilgan Eski Qovunchi jome masjidining tarixi ham ancha oldinga borib taqaladi. Eski Qovunchida masjid 1800-yillardan boshlab mavjud bo'lgan. 1800-1930-yillar oralig'ida ushbu dargoh ham masjid ham madrasa sifatida faoliyat yuritgan. Ko'plab ahli ilmlar va qorilar ushbu dargohdan yetishib chiqqan. Lekin afsuski 1930-yilga kelib sho'ro tuzumining zolimligi va johilligi natijasida ko'plab ahli ilmlar va qorilar surgun qilingan, masjid esa yopilgan va uning binosi kolxoz otxonasi sifatida faoliyat yuritgan. Keyinchalik ushbu binodan dehqon bozori va maktab sifatida ham foydalanishgan. Va keyinchalik faqat 1989-yilga kelibgina siz va biz biladigan Eski Qovunchi jome masjidiga asos solinadi. Ba'zilar hozirgi paytgacha bu joyda qurilish jarayonlari davom etmoqda. 2019-yilda boshlangan qurilish ishlari ming afsuslar bo'lsinki, mablag' yetishmovchiligi sababli hali ham nihoyasiga yetmagan. Ba'zilar masalani yaxshi tomoni shundan iboratki, minglab qorilarni, ahli ilmlarni chiqazgan va juda ham ko'plab yillik tarixga ega bo'lgan mana shu dargohga siz va bizda hozir o'z hissamizni qo'shish imkoniyatimiz bor. Jannatdan o'z qasringizni quring. Masjid qurilishiga mablag' jihatdan yordam bering. Qovunchida, Niyozboshda, Fayzobodda, Gulbahorda, xullas Yangiyo'lda shuncha imkoniyati bor insonlar bo'la turib, Yangiyo'ldagi eng tarixiy va katta masjidlardan birini 5 yillar davomida bitmasdan yotishi menimcha uyatli holat. El yurtning oldida uyatliligi mayli, Allohning oldida ham menimcha anchagina uyatli. Siz ushbu videoni shu joyigacha ko'rdingizmi? Demak, sizga Alloh imkoniyat beryapti. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib ma'lumot oling yoki quyidagi karta raqamlari orqali qo'lingizdan kelganicha ushbu masjid qurilishiga o'z hissangizni qo'shing. Biz birgalashib ushbu masjidni bunyod etamiz.